Assalomu alaykum hammaga. Demak, va'da qilganimizdek birinchi onlayn video darsimizni boshlaymiz. Hozircha ma'lum sabablarga ko'ra video yozib olib, oldindan yozib olib, keyin tashlayman. Keyin xudo xolasa jonli dars qilamiz. Vaqt kelganda jonli darslar qilamiz. Unda to'g'ridan to'g'ri qaysi masalani tushunmaganingizda so'rashingiz mumkin bo'ladi. Va xudo xolasa har doim hop, demak, tushuntirishimdan oldin masalalarni o'zingizga tashlab beraman, ya'ni o'quvchilarga tashlab beraman. Ya'ni kanalda tashlab boraman. Va o'sha tashlab bo'lgan masalalarimni keyin tahlil qilib beraman. Ya'ni bundan maqsad nima? Maqsad demak, birinchi ishlov o'zi urinib ko'radi, qayerda tushunmaganini aniqlaydi yoki tushundim deb o'ylab ishlasa ham bolalar odatda shunaqa qilib xato qiladi. Tushundim deb o'ylab ishlaydi, bir marta ishlaydi, shuni tashlab ketadi. Bo'ldi, shu bilan haligi javobi xatomi, to'g'rimi tekshirib ko'ring, balki adashayotgan bo'lishini inobatga olmaydi. Shuni tashlab ketadi, bo'ldi. Всё. Zo'r qilib chiqdim deydi testga kirsa ham. Keyin oxirida chiqqan natijasi yomon chiqadi. Buni sabab shoshqaloqlik, tekshirib ko'rmaslik. Shular sabab bo'ladi. Va iloji boricha chizma chizib, tasavvur qilib ishlash har doim o'zini oqlaydi. Ya'ni deyarli har doim shunaqa qilgan bolalarniki to'g'ri chiqadi. Demak, ushbu tavsiyalarga amal qilish kerak. Har bir aytilgan tavsiyalarga amal qilib borishsa, xudo xolasa har doim natijalar yuqori chiqadi. Demak, biz boshladik. Birinchi masala. Matnli masaladan birinchi masala. Anora, Bahodir, Erkin, Laylo va Zafar bir oila farzandlari. Laylo Erkindan 1 yoshga yoshroq. Bahodir va Erkin egizaklar. Anora Laylodan 3 yoshga kattaroq. Bahodir 8 yoshda. Zafar Erkindan yosh kattaroq, ammo Anoradan yoshroq. Savol beryapti. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri? Demak, biz odatda nima qilamiz? Biz birinchi hammasini yoshini topib olishga harakat qilamiz. Anora, Bahodir, Erkin, Laylo, Zafarni yoshlarini sifatida bosh harflarni yozib soddaroq qilib yozamiz. Tezroq ishlash uchun. Anorani A harfi bilan belgilaymiz, Bahodirni B harfi bilan, Erkinni E, Layloni L, Zafarni Z harfi bilan. Xo'p, bizda aytayapti, odatda bunaqa masalan doim bittasini yoshini beradi. Bahodirni 8 yoshda deyapti. Bahodirga 8 yoshamiz. Endi Bahodirga bog'liq joyni topamiz. Tepada aytilgan. Bahodir va Erkin egizaklar deyilgan. Egizak degani bir vaqtda tug'ilgan degan. Demak, bir vaqtda tug'ildimi? Yoshi ham bir xil. Demak, Erkin ham 8 yoshda. Xo'p, endi Erkinga bog'liq joy topamiz. Boshida aytgan ekan, Laylo Erkindan 1 yoshga yoshroq degan. Yoshroq degani kichik degani. Va gapning egasi gap odatda boshida bo'ladi. Laylo kichik bo'ladi. Demak, kimdan kichik? Erkindan kichik. Erkin demak katta yoshda, 1 yoshga. Demak, Laylo kichkina bo'lganligi uchun uni ayirib topamiz. 8 - 1 barobar 7 yoshda bo'ladi. Xo'p, 7 yoshda bo'ladi. Xo'p, endi Layloga bog'liqligini topamiz. Mana bu yerda Anora Laylodan 3 yoshga kattaroq degan. Gapda oxirida kattaroq deyilgan va boshida Anora deyilgan. Demak, Anora katta, Laylo kichkina. Demak, Anorani topishimiz kerak bo'lsa, kattani topishimiz uchun qo'shib hosil qilamiz Layloga 3 ni. Laylo 7 yoshda, Anoraga topish uchun 7 + 3 barobar 10 yoshda bo'ladi. Haqiqatan 10 7 dan 3 yosh katta. Xo'p, davom etamiz. Endi bitta Zafar qoldi. Oxirida aytgan Zafar Erkindan yosh kattaroq. Erkin yoshi necha deydi? 8 deydi. Demak, 9, 10, 11, 12 bo'lar ekan. Lekin ammo Anoradan yoshroq deyapti. Demak, 10 dan kichkina, 8 dan katta va 10 dan kichkina son bu 9. Demak, Zafar 9 yoshda.
Endi qaysi bir to'g'ri degan. Erkin 11 yoshda deyapti, xato. 8 yoshda. Anora Zafardan 2 yoshga kattaroq deyapti. Anora Zafardan 2 yosh kattaroq. Mana Anora, mana Zafar. Yo'q, 1 yoshga kattaroq. 10 dan 9 ayirsak 1 chiqadi. Xo'p, barchasi 8 yosh yoki undan kattaroq, ya'ni 8, 9, 10, 11 deyapti. Yo'q. Demak 1 2 3 4 5 6 7 yo'q deyapti. Yo'q, lekin bizda 7 bor. 7 yoshli Laylo bor. Demak bu C variant xato. D variant. Anora 10 yoshda deyapti. Anora rostdan ham mana 10 yoshda chiqdi. Demak D javobimiz 100% to'g'ri. Demak davom etamiz. Keyingi masala. Mening ikkita singlim bor. Bitta singlimdan 3 marta kattaman, ikkinchi singlimdan esa 6 yoshga kattaroqman. Agar bir singlimni yoshi ikkinchi singlimning yoshining yarmiga teng bo'lsa, men necha yoshdaman deyapti. Xo'p, deyarli hech qaysini yoshini bermagan. Lekin so'rayapti. Uni yoshini top deyapti. Hamma yoshlar butun sonda. Umuman yosh bermagan. Bu bundan shunchaki katta, bundan shunchaki kichkina degan. Umuman yosh bermagan. Demak, bu masalani qanday ishlaymiz? Demak, birinchisiga e'tibor beramiz. Bitta singlimdan 3 marta kattaman deyapti. Demak, yozamiz. Aka deb yozamiz. Keyin singil 1, singil 2 qo'yamiz. Bitta singlimdan 3 marta kattaman degani, bitta singlim x yoshda bo'lsa, o'zi 3x yoshda bo'ladi. Ikkinchi singlimdan esa 6 yoshga kattaroqman. Demak, mana bu singlimdan bu 6 yoshga katta. Demak, singlim 6 yosh kichkina bo'lganligi uchun, kichkinani topish uchun r topamiz. 3x - 6 bo'ladi. Xo'p. Davom etamiz. Agar bir singlimning yoshi ikkinchi singlimning yoshining yarmiga teng bo'lsa, yarmini qanday topamiz? Sonlarni 2 ga bo'lib. Yarmiga degani bu bo'lib 2 degani. Bo'lib 2 bu nima degani? Bo'lib demak bo'ttirma qilsak bo'ladi. Bittasini yoshini 2 ga bo'lib topsak, ikkinchisini yoshini 2 ga ko'paytirib topamiz. Bu degani biri ikkinchisidan 2 marta katta degani. Lekin bu joyda biz qaysi bir singli kattaligini bilmaymiz. Ikkalasida ham akasi bilan taqqoslayapti. Ko'rinishiga ko'ra, biz mana 3x - 6 ni katta deb olamiz. Mana uni katta deb olamiz. Buni esa kichkina deb olamiz. Demak, biri ikkinchisidan 2 marta katta bo'ladi. Yoki biri ikkinchisidan 2 marta kichik bo'ladi. Nimaga? Mana bu bo'luv 2, ko'paytiruv 2 ga bo'lib o'tganligidan bu ko'paytiruv 2 bir ikkinchisidan 2 marta kattaligini bildiradi 100%. Demak, kichkinasini odatda ko'paytiramiz va qo'shamiz deganimizdek, o'sha qoida ham o'rinli. Demak, mana buni 2 ga ko'paytiramiz. Kichkinasini. Demak, buni 2 ga ko'paytirsak 2x bo'ladi. U teng bo'ladi 3x - 6 ga. 2x ni bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz. 6 ni bu yoqqa plus qilib o'tkazamiz. Demak, 3x dan 2x ayirsak x qoladi va u tomonda faqat 6 qoladi. Demak, x ning 6 bo'ladi. O'rniga qo'yamiz. 6 kira 3 18, 6, 18 dan 6 olsak 12. Demak, o'zi 18 yoshda, bitta singli 6 yoshda, ikkinchi singli 12 yoshda. Men necha yoshdaman degan. Yuqorida aka gapirayotgan edi, shuning uchun akaning yoshi 18 da. Ikkinchi holatni ko'rishga hojat yo'q, chunki bu holat to'g'ri chiqdimi? Bo'ldi, keyingisini o'tish kerak. Keyingi masala. 3-masala. Neft kompaniyalari yerni kovlab neft qidirishadi. Birinchi 10 metrni kovlash $15,000. Ikkinchi 10 metrni kovlash $17,500. Keyingi 10 metrni kovlash $20,000 narxda turadi. Keyingi har 10 metrni kovlash 2500 so'm qimmatlab boraveradi. Kompaniya $100,000 sarflab qancha chuqurlikdagi o'rani kovlata oladi? Demak, boshlaylik. Buni ham chizib ishlaymiz. Demak, mana bu yer qatlamida bo'lsak, birinchi 10 metrni qanchaga kovlar ekan? $15,000 kovlar ekan.
ikkinchi 10 metrni yana tushdi apparati, yana 10 metrga tushdida qancha qo'lar ekan? 17500 ga qo'lar ekan. Haqiqatan ham aytganidek nima bo'lyapti? $2500 ga ortib boryapti. 15000 ga 2500 qo'shsak 17500 bo'ladi. Endi hisoblashni boshlaymiz, ya'ni sarf xarajatlarini tahlil qilib boshlaymiz. Demak, jami qancha bo'ldi? 15000 qo'shilgan 17500. Demak, bizda $32500 pul sarflanar ekan 20 metr kovlasak. Keyingi 10 metr. Keyingi 10 metr uchun yana 2,5 ming qimmat bo'lsa, mana bu yerda aytayapti, o'zi 2,5 ming qimmatini 20 ming deyapti. Endi bu xarajatimizga yana 20 mingni qo'shamiz. Qo'shorsak 52500 bo'ladi. Xo'p, demak kovladik mana shu qancha 52500 ketdi. Bizda hali ham pul bor, chunki bizda $100,000 shotimizda pul bor. Yana 10 metr kovlatsak, mana bundan 2,5 ming qimmat bo'lsa 22500 bo'ladi. Bu 10 metr uchun. Demak, yana rasxodga qo'shamiz. 52500 ga qo'shamiz 22500 ni. Qo'shsak 75000 bo'ladi. Demak, bizda $75000 rasxod bo'ldi. Bizda hali ham pul bor, 100 ming bo'lmadi hali. Keyingi 10 metr uchun yana 2,5 ming qimmat bo'lsa 25 ming bo'ladi. Ya'ni juda oson qo'shish. 25500 ga 2,5 mingni qo'shsak 25 ming bo'ladi. Xo'p, bu xarajatni ham qo'shamiz. 75 mingga qo'shamiz 25 mingni. Qo'shorsak 100 ming chiqadi. Bo'l, bizning pulimiz shu yerda tugaydi. Mana shu yerda bizning pulimiz tugaydi. Demak, jami qancha kovladik? 10, 20, 30, 40, 50 metr kovladik. O'rani kovlata oladi. Qancha chuqurlikdagi? Demak, 50 metr chuqurlikdagi. Bizda 5 marta shu ishni qilganimiz uchun xo'p, 50 metr bo'ladi. Davom etamiz. Aziza, Bilol va Qosim restoranda ishlashadi. Ular 200 ta mehmonga xizmat qilishdi, ya'ni jami. Aziza va Qosim birgalikda Biloldan 3 marta ko'p mehmonga xizmat qilishdi. Ko'rsatishdi. Aziza Biloldan 30 ta ko'p mijozga xizmat ko'rsatgan bo'lsa, Qosim nechta mijozga xizmat ko'rsatadi? Ya'ni ko'rsatgan degan savol beryapti. Bu yerda chalkash ketmasligi uchun, demak, ismlarni bosh harflari bilan shuncha mijozga xizmat ko'rsatganda tanlab olamiz. Misol uchun Aziza A mijozga xizmat ko'rsatgan bo'ladi. Aziza A mijozga xizmat ko'rsatgan bo'ladi. Bilol esa B mijozga xizmat ko'rsatgan bo'ladi. Qosim esa Q mijozga xizmat ko'rsatgan bo'ladi. Ular 200 mehmonga xizmat qilishadi. Demak, A plus B plus Q barobar 200 bo'ladi. Aziza va Qosim birgalikda degan qo'shsin degan. Aziza plus Qosimni qo'shsin deyapti. Biloldan deyapti 3 marta ko'p bo'ladi. Gapni boshida Aziza va Qosim deyapti va oxirida ko'p deyapti. Demak, Bilol kichikina, Aziza va Qosim ko'p. Kimdir ko'p bo'lsa, kimdir aniq kichkina bo'ladi. Mana bu ikkinchi tomon kichkina. Bilol. Demak, kichkinani ko'paytiramiz deganman, kichkina ko'paytirib qo'shamiz deganman, shuning uchun Bilol uchun ko'paytiramiz. Xo'p, shunda tenglama hosil bo'ladi. Xo'p, demak, Aziza plus Qosimga nima teng ekan? 3 ta Bilolni 3 marta qilganiga teng bo'lar ekan. Demak, mana bu yerdan Aziza plus Qosim topsak bo'ladi. A plus Q deb yozamiz, plus B deb yozamiz, barobar 200 bo'ladi. Xo'p, demak, A plus Q ni o'rniga necha qo'yamiz? 3B qo'yamiz. Uni o'rniga teng bo'lgan narsani olib qo'yamiz. Xuddi tarozi masalasiga o'xshaydi. Xo'p, demak, 3B qo'yamiz. Yonidagi B turadi, barobar 200 bo'ladi. Demak, 4B barobar 200. B barobar 50 ta bo'ladi. Ya'ni Bilol 50 ta mijozga xizmat ko'rsatgan bo'ladi. Endi mana bu yerda keng shart aytyapti. Aziza Biloldan 30 ta ko'p mijozga xizmat ko'rsatgan. Aziza deb gapni boshlayapti va ko'p deyapti. Demak, Bilol kam.
Biz hozir Azizani topishimiz kerak. Bilol topildi-yu. Aziza ko'p, ya'ni ko'pni qo'shib hosil qilamiz. Aziza barobar 50 plus 30. Endi savol 80 ta chiqadi. Savol chalkashlik bo'layotgan bo'lishi mumkin bilandir. Ya'ni bu yerda aytyapti. Ustoz, ko'piga emas, kamiga qo'shdik-ku, Bilolga qo'shdik-ku. Ya'ni Bilolni qo'shamiz, Bilol ko'paytiramiz dedingiz-ku. Bu yerda Azizaga qo'shyapsiz-ku. Mana Aziza plus 30 bo'lyapti-yu degan savol bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Biz tenglama tuzayotganimizdagina kamini ko'paytiramiz yoki kamiga qo'shamiz. Lekin javobini topayotganimizda kattani qo'shib, kattaga ko'paytirib hosil qilamiz kattani. Javob biz Azizani topyapmiz, biz tenglama qilmayapmiz. Soni bor уже. Xo'p, davom etamiz. Aziza 80. Demak, 2 taniki topildi. Uchinchi Qosimnikini topish uchun jamidan uni 2 tani ayirib olishimiz kerak. 50 bilan 80 ni ayirib olsak 70 ta qoladi. Demak, topdik hammasini. Azizani ham topdik, Bilolni ham, Qosimni ham. Endi savol beryapti. Qosim nechta mijozga mehmonga xizmat ko'rsatgan? Qosimniki nechta chiqdi? 70 ta chiqdi. Demak, javobimiz B. 5-masala. Bog'bonda bir qancha quti olmalar bor, ya'ni bir qancha deganda noma'lumda x ta. Qutilar soni 1 dan ortiq. Mana boshladi. Qutilar soni 1 dan ortiq. Qutilar 2 nuqta 1 dan ortiq degani bu 2, 3, 4 va hokazo degan. Kamida 2 boshlanadi. 1 tadan ortiq degani kamida 2 degan. Har bir qutida bir xil sondagi e'tibor beringlar. Har bir qutida bir xil sondagi kamida 10 ta olma bor. Bitta qutida kamida 10 ta deyapti. 10 ta, 11 ta, 12 ta va hokazo olma bo'ladi. Keyingi bog'bonda jami 39 ta olma bor. Jami 39 ta. Xo'p. O'ttiz to'qqizta olma. Xo'p. Unda nechta quti bor deyapti. Qutilar sonini so'rayapti. Mana buni so'rayapti. Xo'p, uni topish uchun bitta qutiga nechta olma ketishini bilamiz-ku. Biz misol uchun 10 ta ketadi, 11 ta ketadi, 12 ta ketadi, 13 ta ketadi, 14 ta ketadi yoki 15 ta ketishi mumkin. Shunday qilib, jami qutilar sonini olma bitta qutiga teng taqsimlab, qutiga qancha ketishini tanlab olib, teng taqsimlasak, shuni topa olamiz. 39 ta olmani 10 tadan qilib sola olamizmi? Sola olamiz, faqat bir xil sondagi bo'lmaydi. 10 ta plus 10 ta plus 10 ta plus 9 ta bo'lib qoladi. Bu yerda har bir qutida bir xil sondagi deyilgan. Bu yerda mana bu qutida boshqacha sondagi bo'lib qoldik. Shuning uchun uni ola olmaymiz, 10 tadan qila olmaymiz. O'chirib tashlaymiz buni. 11 tadan 39 misol uchun endi soddaroq ishlasak 39 11 ga bo'linadimi? Yo'q, bo'linmaydi. 12 39 12 ga bo'linadimi? 12 tadan qilib sola olamizmi? Yo'q, 12 tadan qilib sola olmaymiz. Shuning uchun 12 dan solamiz. 13 tadan qilib sola olamizmi? 39 ni 13 tadan bo'lsak 13 ga bo'lib olsak, demak 3 tadan tushadi. 3 ta quti bo'ladi. Ya'ni 13 ta solingan bitta quti, 13 ta solingan bitta quti. Shunda uchinchisi ham 13 ta bo'ladi. Jami 39 ta olma solingan bo'ladi va teng sondagi bo'ladi. Shunda nechta quti kerak bo'lar ekan? 3 ta. Javobimiz C. Davom etamiz. Malikada 10 ming so'm pul bor edi. U do'konga borib 1200 so'mga tish yuvish pastasi, 800 so'mga tish cho'tkasi va har biri degani bittasi degani 600 so'm turadigan ikkita so'mni oldi. Demak, 600 so'mdan 1200 so'mga kelgan. Malika do'kondan chiqqanda qancha pul qolgandi? Demak, hamma rasxodlarni, xarajatlarini qo'shib puldan ayirib olamiz. Demak, birinchi 1200 so'm xarajat qilgan, keyin 800 so'm xarajat qilgan,
Keyin esa 600 so'mdan bittasini 600 so'mdan ikkita narsa olsa, demak, mana shu joyda 1200 so'm xarajat qilgan bo'ladi. Qo'shib yuborsak 3200 xarajat qilgan bo'ladi. Qancha qoldi deyapti. Demak, dastlabki pulni 10 mingdan ayirib olamiz 3200 ni. Ayirib olsak, demak 6800 pul qolgan bo'ladi. 6800 bu ajabtovur. Bo'ldi. Demak, faqatgina shuni so'ragan, qancha pul qolgan. Davom etamiz. Xo'p, Alisherning sinfi muzeyga ekskursiyaga borishmoqchi. Ekskursiyada 25 ta o'quvchi, bitta ustoz va 3 ta o'quvchining otasi bor. Muzeyga kirish bileti har bir o'quvchiga, degani bitta o'quvchiga 400 so'm, har bir katta yoshdagilar uchun esa 600 so'm. Bitta katta yoshdagilarga 600 so'm. Ekskursiyaga muzeyga kirish uchun jami qancha pul to'lashadi? Demak, ota-onalarga to'laymiz. Mana shu yerda ko'pchilik qiladigan xato bu bitta faqatgina kattalar sifatida 3 ta otaning bolasiga to'laymizmi deyshadi. 3 ta o'quvchining otasiga to'laymizmi deyshadi. Yo'q. Mana bu yerda chalkashtirgan joyi ustozni ham qo'shish kerak bo'ladi. Shunda jami 4 ta bo'ladi. Katta yoshdagilar 4 ta bo'ladi. Kichik yoshdagilar faqat o'quvchilarning o'zi bo'ladi. 25 ta bo'ladi. Xo'p, katta yoshdagilarni 600 so'mdan kirgizyapmiz. 600 so'm ko'paytirib olsak 2400 bo'ladi. Kichik yoshdagilarni esa 400 so'mdan bo'lsa 25 kira 400 2 ta 0. Xo'p. Va 25 kira 4 100 bo'ladi. Demak 10 ming bo'lar ekan. Demak, jami 12400 to'lash kerak bo'lar ekan. 12400 D javobda bor. Xo'p. Davom etamiz. 8-savol. Shirinning otasi u tug'ilgan vaqtda 24 yoshda edi. Mana shu gapda nima qilish mumkin? Xo'p, Shirin 0 yosh bo'lgan vaqtda otasi 24 yosh bo'ladi. Endi bunaqa yoshga doir masalalarda biz odatda doim jadval qilib ishlaymiz. Shirin otasi. Darrov sraz jadval qo'yish kerak. Shirin 8 yosh bo'lgan, 8 yosh emas. Endi tug'ilganda deyapti. Shirin 0 yosh bo'ladi tug'ilganda, otasi 24 yoshda bo'ladi. Hozir otasi Shirindan 4 marta yosh kattaroq. Hozir Shirinning yoshi nechida? Ya'ni nechidir yildan keyin demoqchi. Xo'p, o'shani topish kerak. Uning uchun bitta topamiz. Shiringa 1 yildan keyin Shirin 1 yoshda bo'ladi. Otasi 25 yoshda bo'ladi. Biri ikkinchisidan 25 marta katta bo'ladi. Otasi qizidan. Xo'p. Bizda 4 marta kattaroq bo'lsin debdi. 25 marta emas. Keyingi yil Shirin 2 yoshga kiradi, otasi 26 yoshga kiradi. 26 ni 2 ga bo'lsak 13 marta chiqadi. Xo'p, keyin yana 1 yildan keyin Shirin 3 yoshda, otasi 27 yoshda bo'ladi. 27 ni 3 ga bo'lsak 9 marta katta bo'ladi. Bizga 4 marta degan. 4 qilsak 28 bo'ladi. 28 4 ga bo'lsa 7 marta katta bo'ladi. Xo'p, 5 qilsak 29 qilamiz. 29 5 ga bo'linmaydi. Necha marta kattaligini butun sonlarni qila olmaymiz. Keyingi 6 yu 30 bo'ladi. 36 ga bo'lsak, demak 5 marta katta bo'ladi. Shirin. Ya'ni 6 yoshga kirganda otasi 30 yoshga kirar ekanda va bir ikkinchisi 5 marta katta bo'lar ekan. Ya'ni 35 ga bo'lsak, 36 ga bo'lsak 5 chiqadi. Davom etamiz. Shirin 7 yosh bo'lganda otasi 31 yosh bo'ladi. Shirin 8 yosh bo'lganda otasi 32 yosh bo'ladi. 31 7 ga bo'linmaydi. 32 8 ga bo'linsa 4 marta chiqadi. Ya'ni men topdik, 4 marta deyilganda 4 martani topdik. Shirin 8 yosh bo'lishi kerak ekan, otasi o'shunda 32 yosh bo'lar ekan. Hozir Shirin necha yoshda degan? Demak, 8 yoshda. D javob. Davom etamiz. Xo'p, buni boshqacha ishlash ham mumkin edi, lekin boshqacha ishlash o'quvchini chalkashtiradi. O'quvchini chalkashtiradi, chizib, bo'yagandek 10 metrliklarni chizib, 10 metrlarni chizib,
keyin mana bunday qilib jadval qilib topsak, jadvalsiz ham topsa bo'ladi tenglama qilib. Bu yerda bizda ma'nolarni yozganimizda ko'rinadi ko'zimizga, hech narsa chetda qolib ketmaydi. Shunda xatoliklar soni maksimallik kamayadi. Mana bu yerda ham jadval qilib topsak ham ko'zimizga ko'rinib turadi, biror marta adashmaymiz bu yerda. Shunda javobimiz aniq chiqadi. Chalkashliklar deyarli bo'lmaydi bunda. 9-savol. Taksi 1-kilometr uchun 3000 so'm, keyingi har 1 kilometr uchun qo'shimcha 500 so'm haq oladi. Ya'ni 1 kilometr yursangiz 3000 oladi, taksiga o'tirib 2 kilometr yursangiz 3000 plus 500 so'm oladi, shunda 3500 so'm oladi. 3 kilometr yursangiz 1-kilometr uchun 3000 so'm, keyingisiga 500, undan keyingisiga yana 500 ketaveradi deyapti. Ya'ni shunda 4000 oladi 3 kilometr uchun. Agar Bahodir taksiga 32000 so'm yo'l haqqi to'lagan bo'lsa, u qancha masofaga taksida borgan? Xo'p, demak boshlaydi. Nima deyapti? Chaqirding deyapti. Mana turibsan deyapti. Taksi keldi oldingga deyapti. Sen 1 kilometr yurganing uchun dastlabki 1 kilometring uchun deyapti. Sen deyapti 3000 so'm pul to'laysan deyapti. Keyingi kilometr uchun esa keyingi 1 kilometr uchun 500 so'm pul to'laysan deyapti. Keyingi 1 kilometr uchun yana 500 so'm to'laysan deyapti. Va hokazo deyapti. Xo'p, bizda 2 xil tarif bor ekan, ya'ni 2 xil narx bor ekan. Boshlang'ich narx va keyingi kilometrlar uchun narx. Shunda bizda boshlang'ich narx ma'lum 3000. Bu yoqdagi davomidagi narx noma'lum. Ya'ni necha kilometr yurgani noma'lum. Shuni topish uchun dastlab bu yo'l uchun qancha to'laganini topib olamiz. Shunda 32000 dan mana bu yerda 3000 ni ayirib tashlaymiz. 3000 ni ayirib tashsak 29000 qoladi. 500 so'mlik yo'llar uchun. Endi nechta 500 so'mlik yo'l borligini topish uchun 29000 ni bo'lamiz 500 so'mdan qilib. Shunda 58 ta chiqadi. 58 ta 500 so'mlik yo'l bor ekan. Har bir 1 kilometrdan bo'lganligi uchun kelib chiqadiki 58 ta anaqa yo'l 58 kilometrni tashkil qiladi. Shunda javob 58 mi? Yo'q. U aytayapti, qancha masofaga taksida bor? U mana bundan chiqqan-ku. Mana bu yerga borib to'xtagan. Biz faqat mana buni 58 kilometrligini topdik. Lekin boshidagi 1 kilometr ham bor-ku. Shuning uchun mana bu yerda 1 kilometr borligi uchun 58 plus 1 barobar demak 59 kilometr bo'ladi javob. Shunda javobimiz B. Ko'pchilik shu yerda adashadi. 58 bo'ladi, yo'q, 59. Shuni bola shu yerda nima qiladi? Misol uchun o'quvchilar shu yerda nima qiladi? O'quvchilar demak 58 topdi-yu. Mana 58 topdim dedi. Bo'ldi, boshqa bo'lib qo'shadigan, bo'lib ko'paytiradigan narsa yo'q dedi. Demak, javobimiz 58. Bo'ldi, to'xtadi. Debdi. A javob deydi. Lekin bu yerdagi turgan savolni o'qimaydi. Savolda nima deyilgan? U esidan chiqib ketadi o'quvchini. Payqamay qo'yadi. Unutib yuboradi savolda nima deyilgan. Savolda aytayaptiki, u qancha masofaga taksida borgan deyilyapti. Jami qanchani so'rayapti. Boshdagi 1 kilometrdan qo'shib qo'yish kerak, shunda 59 kilometr bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. 10-savol. Sevara sumkasida 5200 so'm qolganini bildi, lekin u ertalab uydan qancha pul olib chiqqanligini bilmadi. Ammo uning esida borki, u 200 so'mga metroga to'ladi, 300 so'mga ikkita somsa va kofe oldi. Qili. Bu yerda har bittasi 300 so'm emas. 300 so'mga deyapti. 300 so'mga degan 300 so'm qiymatga deyapti. Ikkita somsa va kofe oldi. Ikkita somsa va kofe jam 300 so'm bo'lgan. 1800 so'mga ikkita disk oldi. Bu yerda ham 1800 so'mga deyapti. Bitta disk 1800 emas bu yerda. Ikkala disk 1800 bo'ladi. Demak, va 1200 so'mga dastur oldi. Bo'ldi. Bu yerda hech narsani ko'paytirish kerak emas. Hammasini aniq xarajatlarni yozgan. Demak, jami xarajatlarni savolni o'qiymiz birinchi. Sevara ertalab uydan qancha pul bilan chiqqan? Uning uchun barcha xarajatlarni qo'shamiz va dastlabki pulga qo'shib qo'yamiz boshdagini topish uchun. Demak, xarajatlarni qo'shib boshlaymiz. 200 so'm metroga bergan dastlab 200 qo'shuv 300 so'm ikkita somsa va kofega ketgan.
Qo'shamiz. 1800 so'mga ikkita disk olgan. Qo'shamiz. 1200 so'mga daftar olgan. Demak, jami 3500 bo'ladi. Endi dastlabki pulga qo'shamiz buni. 5200 ga qo'shamiz. 3500 ni. Demak, javobimiz 8700 bo'ladi. Demak, u yerdan ertalab 8700 so'm pul bilan chiqqan bo'ladi. Demak, javobimiz 8700 D javob. E'tiborli uchun rahmat. Demak, biz birinchi darsimizni yakunladik. Agar savollar bo'lsa, tushunmay qolgan joylar bo'lsa, kommentariyada bemalol misol raqamini va qayerga tushunmaganini yozinglar. Keyingilar o'shani tushunmagan joylarni qaytadan tahlil qilish bilan boshlaymiz. Yoki bo'lmasa o'zingizlarga alohida kommentariyada tushuntirib o'raman. Yoki yana tushunmasanglar, keyingi videoda birinchi o'shandan boshlaymiz-da, keyin yangi misollarni ko'ramiz. Va har doim yana eslatib o'taman, birinchi masalani tashlab qo'yaman va o'sha masalani keyin tahlil qilib beraman. Shunda o'zingizlarni tekshirib olasizlar har doim. Xuddi test olgandek bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, bugungi darsimiz tugadi.